Xo'p, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana o'sha opamdagi ishimizni polni tugatdik. 6 ta panel qo'ydik ustaga. 6 ta panel qo'ydik. Xo'p. Bu qanaqa nimani vazifani bajaradi? Bu nima vazifani bajaradi? Panel qo'ydik. Mana bitta VT железо fosfat 5 kilovatlik akkumulyatorimiz, bitta 6.2 inverterimiz bo'ladi. O inverter nima vazifani bajaradi mana? 6 kilovatlik mana 6 ta panel bilan hozir berayotgan toki yaxshi payt. Mana bir bo'lsa 2620 watt 21 watt tok beryapti ana shu. Akkumulyatorga 42 plus minus 42. Xo'p. Buni endi nima ishlasa bo'ladi hozir ana shu qo'ygan holatimizga? Holatimizda quyosh bor paytda xohlagan narsangizni ishlatishingiz mumkin. 5 kilovatgacha bo'lgan narsani, ha. Choy qaynatsa bo'ladi. Televizor ko'rsa bo'ladi. Televizor ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Ovqat qilsa bo'ladi. Mashin, ana. bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, endi bu hozir oponga qo'yilgan holatda aziz tomoshabinlar, o'sha narxini hozir chiqizib aytamiz sizlarga, bir marta ko'rasizlar mana. Agar batareyani ikkita qo'ysanglar, mana bundan ikkita qo'yilsa, bu eng zo'r ana shu bo'ladi hozir, ha. Xohlasangiz 5 kilovatlikdan ikkita parallelni boshlaysiz mumkin, xohlasangiz 10 kilovatlik, 15 kilovatlik akkumulyatorlar bor. Bor, ha, bo'ldi. Xo'p, mana ustakamiz aytgandek, o'sha akkumulyator zo'rdan qo'yilgan, unaqa nima emas. Hop, boshqa joyda ko'rsanglar, mashinaning akkumulyatoriga o'xshaganlarni qo'ygan. Undan ham bu hozir yangi texnologiya, yangi avlod deyiladi. Eng zo'ri mana shu bo'ladi hozir. Pashta o'sha narxga tushadi. Ha, pashta o'sha narxga tushadi. Tushishi menyu hammasi bor. Hop, mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlarmi aziz tomoshabinlar, mana avtomatlarni hammasini chiroyli qilib qo'yib, hammasini o'rnatib berilgan. Hammasi ko'rsatib turibdi. Hozir uyga mana tok ketyapti. Hammasi ko'rsatgan joy. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa mana Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi ham bor. Xo'p. Tojik Ash nohiyasidan tashqarisiga ham hamma joyga olib borib o'rnatib beramiz. Agar sotib olaman desanglar ham o'zimiz Xitoydan birinchi qo'lab kelamiz. Arzon narxlarda, misol batareyani, inverterlarni, panellarni hammasini arzon narxda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana birinchi qo'l Xitoydan o'zimiz olib kelamiz. Biz birovdan olib naqd olmaymiz. Birinchi qo'l o'zimiz pryamoy olib kelamiz, pryamoy sotamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana aytib o'tgandek ustagamiz hamma joyga olib borib, ustunovka qilib qo'yib beramiz. Xo'p, mana shu opam qishloqqa qo'yganimiz mana 6 ta panel qo'ydik. Ustakamiz aytgandek, bitta inverter, bitta batareya qo'yilgan, avtomat simpim hamma yog'i ichida 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz. Endi nimaga bunaqa narxni o'zgaryapti desanglar, mana bu avtomatlarning har xili bor. Mana bu ko'rsatib turgan har xili bor. Simlar, mana simlari ham baquvvat mana. Pashti qo'limda kelyapti, simlarni ham ko'ryapsizlar. Shu nimasiga razisa qiladi. Xo'p, ash nohiyasi bo'ylab ana shu holatda bo'lsa, mana shu ko'rgan narsalarni 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hamma yog'i ichida, hech tamom bermaysizlar. Hammasini o'zimiz olib boramiz, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Doimo tan joninglar sog' bo'lsin. Nima xizmatlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar aziz tomoshabinlar. Biz doimo xizmatdamiz.